Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur musulmon qarindoshlar. Mening ismim Qosimjon Aysa. Men Sharqi Turkistonning G'ulji oblasti Qo'rg'os nahiya Changsixo'zi bozoridan. Men shu Xitoyning zulmiga qarshi guvohlik berayotgan qarindoshlarimning sepiga qatnashib guvohlik bermoqchiman. Men 2013-yilning oyida o'qish uchun vatandan ayrildim. 2014-yilning beshida mening kichik inim u Saudiya Arabistonidagi Jamiyatul Islomiyaga qabul qilinib, u shu chet elga chiqqan bo'ldi. 2015-yili u inim vatanga ota-onalarimni yo'qlash uchun 2015-yil 7-oyda vatanga qaytdi. Qaytgandan keyin pasporti tortib olindi va 2 oydan keyin mening cho'ng inim bo'lgan inimni Abdikerim ismli inimni tutib, boshqalarga Qur'on savodi chiqargan degan tuhmat bilan 2,5 yillik hukm qilish 2,5 yillik kesib etildi. 2018-yil 2-oyning 20-sida to'shatdi. Hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Balkim to'shqandan kimmi hozirgi holatda texnik bekrak jazolayotgan bo'lishi mumkin jazo lagerlarida. U Saudiyadan qaytgan inimni 2016-yilning 5-ida qishda tutib ekir ketgan peti, chet elda o'qigan degan tuhmat bilan tutib ekir ketgan peti turmaga tashlandi. Qancha yil kesildi, qanday bo'ldi xabarimiz yo'q. Uningdan cho'ng bir inim bo'lib, u inimni aksi va inisi chet elda o'qiyotgan aksi va inisiga pul o'tgan degan tuhmat bilan uni 2016-yilning 5-ida tutib turmaga tashlagan. Uning hech qanday kesilgan, qanday bo'lgan xabari yo'q. 2016-yilning oyiga kelgan vaqtida uydagi 70 yoshdan oshgan dadamni tutib turmaga tashlagan bo'ldi. Balkim u vaqtida qandaq jinoyatlar qilganligidan xabarimiz yo'q. 2017-yili kampi boshlangandan keyin apam va singlim va kelinimiz bor edi. Bularning hammasi kampga tashlanganlik xabarini ancha-muncha u yerdan anglagan bo'ldik. Ta hozirgacha mana shu kungacha shu qarindoshlarimning dadam, apam, 3 inim, bir singlim va kelinimizning nima oqibatda ekanligini uqmaymiz. Hech qanday xabar olamadik. Bular Xitoyninki zulm ostida zulm tortyapti. Alloh subhanahu va taolodan shu qarindoshlarimizga va butun Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizga bir chiqish yo'li berishni Allohdan tilaymiz. Mana shunday zulmda ekanmiz, cho'qim bu zulmni anglatmasak bo'lmaydi. Shuning uchun shu guvohlikni berdim. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.